Shogirdlarimiz usta bo'lib chiqib ketishdi. Andijondan Oboqun akam, Qarshidan Jamshid akam. Mana eng qizlari Qo'qondan mana shogirdimiz chiqib usta bo'lib ketyapti. Xudo xolasa faqat eng zo'r shogirdlardan bo'lishga Alloh taolo nasib qilsin. Jamshid aka, gazni bosasiz. Qobiljon, orqaga yo'l yo'q. Faqat gazni bosasan. Akajon, sizga ishonaman, lekin mana bu odam motor, xadavoy, korobka hammasini qiladi. Xudo xolasa bu odam eng zo'ri bo'ladi. Men sizlarga ishonaman. Alloh sizlarga qancha ilm bergan bo'lsa agar, faqat shogirdlarga ham o'rgatasizlar. Xo'p. Pul olasizlarmi, pul olmaysizlarmi, lekin o'rgatinglar. Xo'p. Zo'r bo'linglar inshaalloh. Men sizlardan umidim katta, lekin men roziman. Rozi bo'ling aka. Nima bo'lsa, kamchilik bo'lsa bizlarga aytasiz. Xudo xohlasa, Kimga nima xizmat bo'lsa, ana shu shogirdlarimizga aytasizlar. Agar nimadir narishadi desa ham aytasizlar.